Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Akalar bilan mana nimaga ketyapmiz hozir? Cho'milgan vodopodga. Tepaga mana. Mana Ozodbek, men Belarusda o'qishimiz. Yo'qda Modin akam. Ana akam. Bu yoqda aka xonim mana Asakadan o'g'il ketgan. O'rmonda ketyapmiz. Mana shu yerda tepada qor bor ekan, shu tepaga ketmoqchimiz. Mana qaranglar daraxtlar. Yo'qmi, ayiq bor ekan, yozib qo'yib ko'rdinglar. Ehtiyot bo'linglar. Kim bor ekan? Hozir Italiyadamiz. Fransiyaga o'tadigan chegara yaqin joyda to'xtaganmiz. 15 minut tursa chegara. Fransiyaga kiriladi. Yonimizda A43 avtobani bor. Shuni yoniga Ade parking degan to'xtaganmiz. Mana qaranglar, shunaqa chiroyli manzara. Bu Yevropada ishlab maza qilmaysiz, aylanib maza qilasiz ekanda. Odamlar pul sarflab keladi bu yoqlarga. Aylanishga-da O'zbekistondan boshqa joydan. Biz ish o'zi sayohat ekanda, biz ish. Har xil davlatlarda yuramiz. Qaranglar tepani. Ana. Ozod kelyapti. Точно это стороны, да? Водопад есть. Посмотрите по интернету. Qaranglar, qanaqa chiroyli joylar, maza qilib yuradigan ekan. Ozod do'stim bilan bir oy bo'ldi ko'rishmaganimizga. Muqdin aka bilan ko'rishib qoldik. Xudo xohlasa internetga joylaymiz bu videolarimiz. Endi Hasan Qovoli akalar. Bir oy oldin ko'rishdim, mana endi ko'rishyapman. Men bilanmi? Muqdin aka bilan ham ancha bo'ldi ko'rishmaganimizga. Endi ko'rishdik. Bir oy bo'ldi Muqdin aka ko'rishganimizga. Suvlar bilan ovoyamiz ketyapmiz ham. Ama ilon bor, ayiq bor bu yerlarda. Qaranglar. Qaranglar. Tog'li hudud zo'r janob. Братан, он блогер. Конференц-связь? Да. Я блогер. Ты не знаешь? Ты блогер? Нет, я не знаю, кто такой блогер. Никаких подписок нет. Кто такой? Меня все спрашивают, а? Кто тебя спрашивает? У тебя 3 подписчика, блядь. Меня все у него тоже. Меня спрашивают, блядь. Эй, читай, ты знаешь это здесь. Что там написано? Ремонт идет. Какой ремонт идет? Ты чё? Ozod ham tashatilgan gapiraveradi. Вот, скажи, братан, что... Ama adashib qolganlar qolib ketadi o'rmonning ichida. Adashganlar. Олень есть, оказывается, да? Олени, косули. Bu tog' ekan, mana toshlarda ham bor. Akalar, yana tepaga chiqqanda videoda olamiz. Hozir tepaga 3 kilometr chiqamiz. Yaxshi qolinglar, yaxshi kuzatinglar.